Marg'ilon shahriga bitta do'kon qilgandik 12 metrga 4 metr. Endi yo'qligimda qilingan, bolalar o'zlari qilganida. Zo'r chiqqan ekan, yo'lim tushib olib keldim. Qaranglar. Hamma yo'g'i zo'r hisoblangan. Men uni ko'rib maza qildim. Eshikdan kirganingizda 3 ta xona qilishgan ekan. Eshikdan kirganingizda bu qaranglar, mana manzarani tomosha qilib o'tiradi sotuvchi. Adashmasam bittasi sartaroshxona, bittasi oziq-ovqat, bittasi kiyim-kechak bo'lar ekan. Lekin mana shu burchakda o'tirgan odam maza qiladi buni tomosha qilib. Bu do'konda o'lchami 12 ga 4 qilindi, kaziroklarni o'zlari qildi. Profillar chiqarib qo'yiladi va qilib. Keyin qotirishga oson bo'lsin deb. 12 ga 4 qilingan. Zo'ra do'kon. Oldi tomondan ko'rsataydi. Do'kon haqiqatda chiroyli qilingan. Biz chiroyli ish qilamiz o'zi. Maqtab qo'ying. Narxlar masalasida qo'ng'iroq qilasizlar.